Assalamualaikum qarindoshlar. Hammanglarning oyingiz muborak bo'lsin. Bugun hammanglarning vaqtini olib oldingi qitimliq naqmida videosi bitimizga qarata o'tirib qo'yilgan inkaslarga javob bermoqchiman. Bulardan biri ishg'oliyatning qonunligimi bormi degan savol. Ben bu savolni qo'yib quyruqimni tutib olgan qarindoshimga Allohdan katta ajr tilayman. Mening tilakim, orzuyim qarindoshlarimizning shunday hozir javobligi, hushyorligi, har ishga hezi turishi bo'lg'achqa bu qarindoshimizning savolidan bek suyundim. Aslida ishg'oliyat degan bu so'zning amaliy hayotdagi funksiyasini aytganda qonunliq ishg'oliyat deb bir nimaning bo'lmasligi kerak edi. Ammo afsuski qonunliq ishg'oliyat bor. Masalan, Tayvanni Xitoylar biror tarixiy fursat topgan hammani besib oladi. Bu ishg'oliyat qonunliq bo'ladi. Chunki bugungacha hech bir davlat Tayvanni mustaqil davlat deb e'tirof qilmadi. Xitoy ishg'oliyatiga eng asosli to'salg'i bo'lib turgan Amerika mu shuning ichida. Bundan boshqa Tayvanning o'z ichida bir bo'lik Xitoy millatchilari mu Tayvanni Xitoy davlatining bir parchasi deb qaraydi. Shunlashqa bundaq bir ishg'oliyatni hech kim qonunsiz deya olmaydi. Ammo buninglik bilan mening suhbatda buni qo'llanishimdagi xatolik peyi yo'q chiqqan bo'lmaydi. Chunki har qanday qonuniy ishg'oliyatni qonunliq qilgan kishilarni qonunliq deb to'litayotgan bu atalmish qonun aslida hukmron guruhlarning yoki davlat hokimiyatlarining o'zaro manfaatdorlikni chiqish qilib belgilagan qonun bo'lib, bu hargizmi Allohning hur iroda bilan yaratgan iftixorlik asri insonlarning hur irodasi e'tirof qilingan qonun emas. İnsanның hür iradesi şunu talep kılıdı eğer burundan senin hükümranlıktın astıda yaşap kelavatkan bir halk, tarixning ma'lum manziliga kelganda sening hukmronligingni rad qilsa bo'ladi. Shundaqla bu hur irodaga muxolif holda ishg'ol qilaverman desang, hur iroda istikidagi qonunga xilof bo'ladi deganlar. Endi ikkinchi talash tortish nuqtasi bo'lgan indigenous people masalasiga kelaylik. Ko'pchilikka ma'lum bo'lgandek, bu indigenous masalasi birinchi qitim deyilayotgan ish emas. Bu masala ovozliq masaj, yozma masaj, telefon qatorliq shakllarda xili qizidi bu qitim. Bu halmi kishini xushal qiladi. Oldi bilan bu so'zning bir ism yoki sifat bo'lishdan ko'proq bir turli siyosiy salohiyat ekanligini tushunishimiz kerak. Bu atalg'i orqali Amerika indiyanlarining siyosiy o'rni belgilanganligi bu qarashimizning dalili bo'la oladi. Ya'ni shu nuqtani ba'zilar da'vatgandek yerlik millat deganlik bo'lmaydiganligini bila olamiz. Yani tüvendeki bu noktalarda dikkat qilsanglar, bu sözün muftu yerlik millet yoki yerlik xalq deb tarjim qilingandek, undan ma'no bermaydiganligini bilalaymiz. Yani her qanday bir millet o'zi unib chiqqan tuproqda yerlik milletmi emasmi? Albatta har kim o'z tuproqining yerlik. Bunu Birleşken Milletler Teşkilatı'na iltimas sunup elişinin haceti yok. Mesela Ruslar Rusya'da yerlik millet. Nemisler Germanya'nın yerlik milleti. Fransızlar Fransa'nın yerlik milleti ve herkese. Ama onların hiçbiri indigenous people emas. Körülüyordu ki bu söz başka tillarda tendaş bir atalgı bulmaganlıqtırla közçem bilen yerlik millet yoki yerlik xalq deb tarjim qilingan. Ameliyatdagi yerlik millatlarning hammasining sifati emas. Balki ma'lum turdagi xalqlarning
bir organ tarafidan tayin qilib beriladigan siyosiy salohiyati. Buni yana boshqa usullarni qo'llanib isbot qilishimiz mumkin. Bir selishtirma usuli. Tibet. Ko'pchilikka ma'lum, siyosiy saposi, davlatchilik, eni, xalqarodagi do'stlari, siyosiy da'vodagi tajribasi qatorliq nuqtalarda bizdan ko'p ustun turdi. Agar indigenous people salohiyati elish bir narsa qozondiradigan bo'lsa, ya'ni shuning bir nimaga foydasi bo'ladigan bo'lsa, Tibet bu salohiyatga bizdan burun iltimos qilgan bo'ladi va ularning qo'llovchilarining ko'pligidan aytganda bu salohiyatni ep bo'lgan bo'ladi. Ammo Tibetliklarning bu mavzudagi tutumi odamni haqiqatan cho'chitadi. Tibetlarga aloqador bir to'rbatda shundoq deyiladi. Gerçi Tibetliklarda yerli xalqlar bilan nurg'un xarakter o'rtaqliklari bo'lsa-mu, ammo ular o'zlarini yerli xalq emas, besib olingan davlat deb qaraydi. Bu tajribada men bu tarjimamda chorsizlikdan besib olingan davlat deb tarjima qildim. Buning aslisi nation. Hem millat hem davlatni bildirdi. Ko'pchilikka inglizcha biladiganlarga ma'lum bu. Bunun İngilizcesi, men talaffuzim bek to'g'ri emas. Shunday bo'lsa-mu o'qib beray. The Tibetan people consider themselves an occupied nation rather than an indigenous people, but share many characteristics with indigenous peoples. Yani besib olingan nation deydigan. Tibetlikler. Indigenous people emas. Besib olingan nation. Bu nuqtaga diqqat qilinglar. Men buning manbasini nima deb qo'yay? Men buni International Work Group for Indigenous Affairs degan manbadan oldim. Endi Tibetliklarning bu masalaga tutgan pozitsiyasiga diqqat qilish tegishli nuqtalarni tahlil qilib ko'ramiz. Adette barliq tillarda, Uyg'ur tilida emas, boshqa tillarda o'xshash, u emas, bu shaklidagi jumla qilib ishlatilgan bo'lsa, u bilan bu, ya'ni tilg'ilinayotgan ikki shayni, ikki ko'z qarash, ikki teorema bir-biriga qarama-qarshi, ya'ni bir-biriga zid bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bu jumlaga qaytsak, Tibetliklarning degan jumlasi qaytsak, indigenous people emas, besib olingan nation. Buningga diqqat qilsanglar, ya'ni indigenous people atalg'usi besib olingan millat bilan qarama-qarshi degan gap. Ma'no jihatdan. Buningdan chiqadiki, indigenous people besib olingan xalq emas. Buningdan bizning nimalarni yo'qotadiganligimizni ko'rib yetalaysiz. Biz nimadan mahrum bo'lamiz bu? Agar buni e'tirof qilib biz o'zimizga bu salohiyatni qozondirib olsak, nimadan mahrum bo'lamiz? Ya'ni biz besib olinmaganligimizga iqror qilgan bo'lamiz. Chunki bu salohiyatni o'zimiz talab qilgan bo'lsak, demak o'zimiz buning mazmunlariga rozi bo'ldik degan gap. Ya'ni biz besib olinmagan deganimizda nima degan bo'lamiz? Bizning yana siyosiy da'vo deyiladigan bir ishimiz qolmaydi. Hamma ish tugagan bo'ladi. Demisimi Uyg'ur qurultiyining da'vosi kishilik huquq, demokratiya da'vosi bo'lib, siyosiy da'vo emas. Sirtkilar bilmaydigan ajoyibotlardan yana birimi ana shu indigenous people salohiyatiga iltimos qilgani bilan o'xshash mohiyatda. U nima? U bo'lsa-mu barliq yozma hujjatlarda vatanimizni Şinjan deb ataydiganligi. Besib olingan demay, qo'shib olingan deydiganligi. Bundaq yozma hujjatlarning ob'ekti chet elliklar,
chet el hukumatlari yoki tashkilotlar. Bundaq talaffuz pul bergichilarning kaskin talabi bo'lib, buningga bo'yantavlik qilinsa pul to'xtaydi. Doirlar maoshsiz qoladi. Üzlük o'sitish faoliyatlarimiz yurmaydi. Shunga Uyg'ur jamoatiga boshqa talaffuz qo'llanib, aldamchilik qilishga majburdir. Endi yana ba'zi qarindoshlarning indigenous salohiyatini madaniyatli Yevropa millatlaridan katalanlarning og'anligi haqidagi farazga kelayli. Buni faraz deyishimning sababi, buni izlanib isbot qilishga imkonim bo'lmaganligi uchun hozircha faraz deb turdim. Aslida bugungi Ispaniya 7 asr islom davlati bo'lgan Andalus edi. 13-asrda ispanlar kuchayishga boshlab islom davlati munqarz qilindi. Musulmonlar umumiyuzlik qilishdan kechirildi yoki xristian bo'lishga zo'rlandi. Mana shu chaqda bu tuproqlarda yashaydigan katalanlarmi Andalus istilosi ichida ispanlarning qo'liga keçdi. Hatta işgalchilar sepilib kuchlardan biri bo'lish salohiyati bilan yangi Ispaniyaning qurg'uvchi haqdorlaridan birisi edi. Bu munosabat bilan katalanlar hech qachon besib olinmagan. Shundaqla besib olindi deydiganga o'ziga tava dunyo rasmiy yoki g'ayri rasmiy to'nigan xos milliy chegaralar bo'lib boqmagan. Ispanlar bilan birga o'rtaq nuqtasi bo'lgan xristianlik tufayli birga yashab kelgan faqat Yevropada millatchilik to'lqinining ko'tarilishidan keyin asta-asta milliy hislar uyg'onishga boshlagan bo'lsa-mu, lekin kaskin ziddiyatlari texnik kech zamonlarda boshlangan. İTA partizanlari bugungi davrning mas'uli. Hargizmi tarixdan kelayotgan ish emas. Bu nuqtadan aytganda, hech besib olinmagan katalanlar bu salohiyatni og'anligi rost bo'lgan taqdirdami, buni dastak qilishning o'rni yo'q. Bunu biz bilan selishtirib olmaydi. Menimcha bu masala yetarli javoblantirildi. Shuni eskartib qo'yishim o'rinsiz bo'lmas. Buni eng yolqinliq ruhiyatda talashgan efendi Muhammad To'xti va uning kishiligi, siyosiy kimligi haqida mening Qalg'ach usulidagi maxfiy suhbatdan olgan ilhomim degan yozmamga qarasa bo'ladi. Buni yozmam dedim, bu yangi chiqqan bir so'z ekan. Çünkü maqalam desem, o maqal degan sal mukammalroq bir narsa bo'ladiganti. Shuni maqal deganmidim, yozma degan gap umuman qalamda yozganning hammasiga tushiradigan bo'lg'achqa bu obdiniki. Mening torbitim aynak biz. Ya'ni aynak chikit biz. Buni ba'zilar biladi menimcha. Endi oxirgi gapim, oldingi suhbatimizdan keyin mening kitoblarimga qiziqish qo'zg'algan deb biladi. Elimi qo'zg'almadi. Alloh rozi bo'lsin hammadan. So'z qoldirgan, telefon qilgan qarindoshlarning qizg'inligiga malham bo'lsin uchun keyingi qatim har bir kitobim haqida bir qatimlik suhbat qilib, tafsilroq tunishtirmoqchiman. Hatta zarur deb qaralgan ba'zi maqolalarni to'liq taqdim qilishim mumkin. Ko'pchilikka rahmat. Yana bir qatim oyminglarga muborak bo'lsin.